Hammaga salom do'stlar. Bu videoda men Apple Fortune o'yinida ushbu signal botini o'ynayman. Ya'ni men u bilan pul ishlashda davom etaman va bu juda yaxshi natijalar beradi. Hozir hammasini ko'rsataman. Xo'sh, men bugun $100 ishlab topa oldim. Hozir yangi hisob yaratib, sizga boshidanoq ro'yxatdan ochishdan tortib, birinchi pulingizni topishgacha bo'lgan hamma narsani ko'rsatib beray. Ya'ni hamma narsa iloji boricha aniq. Shunday qilib, men asosiy ro'yxatdan otish saytiga o'taman, ismimni kiritaman. Ya'ni siz o'zingiznikini tinglaysiz. Albatta, men shunchaki har qanday shunga o'xshash rahbarni mamlakatga olib bordim va VIP 4213 promo kodini oldim. Muhimi, u holda bot ishlamaydi. Va bu promokod juda ko'p bonuslar beradi. Juda foydali, lekin u bo'lmasa, sizni signallarga o'tkazmaydi. Keling, hozir hisob ochaman, pul to'ldiraman va qaytib kelaman. Xo'sh, do'stlar, men yangi hisob ochdim va unga $10 to'ldirdim. Har biringizga shu balansdan boshlashni tavsiya qilaman, chunki aynan shu balans bilan bot juda yaxshi ishlaydi. Keling, men ham siz bilan birga pul ishlashni boshlayman. Yana Winmin platformasini tanlayman. Siz xohlagan platformani tanlashingiz mumkin. Bu umuman farq qilmaydi, lekin o'yin Winmin bo'lsa. Yaxshi. Men signalimni oldim. Hozir shu bo'yicha pul tikishni boshlayman. Mana men allaqachon 3tasini oldim va oxirgisi ham yaxshi chiqdi. $7 foyda oldim. Umuman olganda yomon natija emas. Keling, yangi signal olaman va aynan shundan davom etaman. Menga shunaqasi yoqib qoldi. 3 olmani olaylik. Shunday qilib, men ajoyib do'stlar orttirdim. Aytgancha, bugun men taxminan $150 ishlab topishni rejalashtirmoqdaman. Menimcha, bu boshlash uchun yaxshi natija bo'ladi. Aytmoqchi, buni topishingiz mumkin. Men uning foydalanuvchi nomini yuqori qismida qoldirdim. Siz uning ismini Telegramda kiritishingiz mumkin. Bu bepul. Va shuningdek, men qo'llarimni va yaxshi ishlarni qila boshlaganimda. Xo'sh, bu yerda yana $15 qo'shildi. Umuman olganda hammasi zo'r, hammasi ishlayapti. Ketma-ket 3 ta signal ham juda yaxshi chiqdi. Hozir shunchaki davom ettirmoqchiman. Va aytganimdek, mening maqsadim shu videorolik uchun $150 va hozir yana pul tikishda davom etaman. Va a'lo darajadagi 7 paket daromad olish ham shunday, lekin balans endi ozgina tavakkal qilishga imkon bermaydi. Shuning uchun maqsadga tezda erishish uchun men hisobimni to'ldiraman. Aniqrog'i, 1 mingta $10 dan boshlayman. Va shuning uchun men yana boshim bilan yangi signalni kutaman. Shunday qilib, men uni yaxshi qabul qildim va shunchaki o'rnatishga bordim. $10. Bular allaqachon eng yaxshi natijalar. Chunki men muvozanatni kattalashtirdim. Va men yana yangisini kutmoqdaman. Kelishdikmi? Hop. Signal allaqachon kuchliroq. Men uning kirishini istayman. Toki maqsadimga tezroq erisha olsam. Xo'sh, mana oxirgisi. X6 qani, keling, yana $70 qo'shing. Ajoyib, demak, hali $40 qoldi. Qanday tez? Va menimcha 1 va 2, bitta yoki 2 ta signal yetarli bo'ladi. Maqsad bilan ham xuddi shunday. Xo'sh, yana $10, ajoyib va men xohlayman. Qandaydir uzun signal bo'lsin. Shunda haqiqatan ham katta pul yutib olish, ko'p daromad qilish mumkin. Odatda bunday signallarda umuman kosmik miqdorda pul ishlash mumkin, gazda. Do'stlar, bunday signal albatta juda katta emas, lekin juda jozibali ko'rinadi. Shuning uchun keling, birga tekshirib ko'ramiz. Shunday qilib, oxirgi 27.
Ha, bitta signaldan $300 oldim. Maqsadlarimdan oshib ketdim. Hisobimda allaqachon $400 bor. Ularni yechib olish va dam olish uchun bordim. Go'yo bu yerga botga havola qo'ygandik. Tomosha qilganingiz uchun barchangizga rahmat. Xayr do'stlar.